Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz magistratura bo'limi uchun boshlang'ich ta'limda nutqiy va lingvistik kompetensiya fanidan 4-mavzuni ko'rib o'tamiz. Demak, ushbu mavzumizning nomlanishi so'z va uning ma'nosi deb nomlanadi. Ushbu mavzuni 4 reja asosida ko'rib o'tamiz. So'z tushunchasining lingvistik mohiyati, so'z ma'nosining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari, so'z ma'nosining turlari va ularning o'zaro munosabati hamda ta'lim jarayonida so'z ma'nosini o'rgatishning ahamiyati haqida ko'rib o'tamiz. Ushbu mavzuni boshlashimizdan oldin, demak, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shunday chiroyli jumlalari bilan davom ettiramiz. Ya'ni ona tilimiz milliy ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimiz deb aytiladi. Alisher Navoiyning ham so'z haqidagi fikrlarini yodga olamiz. Alisher Navoiy Hamsa asarida so'zga alohida e'tibor berganligini birinchi dostonda, ya'ni Hayratul Abrorda bir bobni so'z va uning ta'rifiga bag'ishlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ulug' shoir yaxshi insonlarning bir-biriga yaqinlashuviga ularning yaxshi so'zlari sabab bo'lishini tasvirlaydi. Navoiy so'zning jon baxshligi sifatini ta'riflar ekan, uning odamni halok qilish xususiyati ham borligini ta'kidlaydi. Masalan, so'zdin o'likning tanida ruhi pok, ruh dag'li tan aro so'zdan halok. So'zning ma'nosi tilshunoslikda eng ko'p muhokama qilingan va katta munozaralarga sabab bo'layotgan masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu semantika, leksikologiya va pragmatika kabi lingvistik sohalarda keng o'rganiladi. Xususan, jahon tilshunos olimlari Trubetskiy, Yakobson, Wittgenstein olimlarning o'rganishiga sabab bo'ladi. O'zbek tilshunosligida esa Mamarajapova tilimizdagi sifatlarning semantik va konnotativ xususiyatlarini o'rganib, so'z ma'nolari o'rtasidagi semantik bog'lanishlarni tahlil qilganligini ko'ramiz. So'z tilning eng muhim va asosiy birliklaridan bo'lib, u inson tafakkuri va borliq o'rtasidagi bevosita bog'lovchi vosita hisoblanishini bilamiz. Til tizimida so'z alohida o'rin egallaydi, chunki u inson orqali tushunchalarni ifodalaydi, fikrni shakllantiradi va nutq jarayonini amalga oshiradi. O'zbek tilining izohli lug'atlarida so'zga shunday ta'rif beriladi. So'z o'z tovush tizimiga ega bo'lgan narsa, hodisalar, jarayonlar, shaxslar, belgi miqdorini, xususiyatlarini, harakat va holatni, aloqa va munosabatlarni nomlash uchun xizmat qiladigan, mustaqil lug'aviy ma'noga ega bo'lgan, turli grammatik ma'no va vazifalarda qo'llanadigan eng muhim til birligi, ya'ni gapning qurilish materiali deb baho beradi. So'z ma'nosining shakllanishida esa bu so'zning real hayotdagi predmeti, hodisasi, harakat yoki tushuncha bilan bog'liq mazmunidir. So'z ma'nosi odamlarning tafakkuri, tajribasi va jamiyat ehtiyojlari asosida shakllanadi. Masalan, qo'l avval faqat tana asosi bo'lganligini bilamiz. Keyin qo'l ostida, qo'l berish, qo'l yozma kabi ko'chma ma'nolari ham paydo bo'lgan. Shunday ekan, so'z paydo bo'lishi uchun avvalo ehtiyoj bo'lishi lozim. Ehtiyoj darajasiga qarab so'z ma'nosi rivojlanishi yoki aksincha bo'lishi mumkin. So'z ma'nosining rivojlanish xususiyatlari hamda turlari. Bunda so'z ma'nosi rivojlanish turlari, demak, bunda ma'no kengayishi, ma'no torayishi hamda ma'no ko'chishlarini o'rganamiz. Demak, ma'no kengayishi so'z avval tor ma'noda bo'lib, keyin umumiyroq ma'noga ega bo'ladi. Masalan, qanot, qush, ya'ni qanot, samolyot qanoti bo'lib ham keladi. Ma'no torayishi so'zning ma'nosi vaqt o'tishi bilan tor doirada qo'llanadi. Masalan, osh, avval barcha ovqatlarni osh deydigan bo'lsak, hozirgi kunda faqatgina oshni palov misolida ko'ramiz. Ma'no ko'chishi, ya'ni so'zning ma'nosi o'xshashlik yoki bog'liqlik asosida boshqa tushunchaga ko'chishi, ya'ni o'tishi. Bunda metafora, metonimiya, sinekdoha hamda vazifadoshlikni ko'rib o'tishimiz kerak. Metafora demak o'xshashlik asosida odamning boshi, tog'ning boshi. Metonimiya yaqinlik asosida sinf kuldi, ya'ni sinfdagi o'quvchilar kuldi ma'nosida. Sinekdoha qism orqali butun yoki butun orqali qism. 5 qo'l, ya'ni 5 kishi. Vazifadoshlik, ya'ni vazifasi asos qilib olinadi. Samolyot qanoti, samolyoti demak shikastlandi misolida kelishi mumkin.
O'zbek tilida so'z ma'nolari 4 xil usul bilan ko'chadi: metonimiya, sinekdoha, vazifadoshlik hamda metafora. Ayrim joylarda, demak, kinoya usulini ham kiritishimiz mumkin. Demak, so'z ma'nosi turlari va ularning o'zaro munosabati. So'z ma'nolarini farqlash boshqa tushunchalarga ham ishtirok etadi. Ular denotativ ma'no, ya'ni so'zning aniq, lug'aviy ma'nosi, ya'ni u bildirgan predmet yoki hodisa, masalan, quyosh, osmon jismi. Konnotativ ma'no, so'zning qo'shimcha, hissiy, uslubiy yoki ijtimoiy ma'nosi. Onam, ya'ni mening quyoshimsiz, quyosh singari issiq, mehrli ma'nosida keladi. Polisemiya, bir so'zning bir nechta so'z o'zaro bog'liq ma'nolarga ega bo'lishi. Bosh, odamning tana a'zosi, ya'ni ko'chaning boshi. Sinonimiya, antonimiya, so'zlarning yaqin yoki qarama-qarshi ma'noda ishlatilishi, ya'ni quvnoq, jahldor, chiroyli, go'zal. Kontekstdagi bog'liq holda so'zning ma'nosi u qatnashgan gap yoki matn doirasida o'zgarishi. Masalan, bu jamoa talabalarining eng qaymog'i tanlab olindi. Qaymoq ijobiy ma'noga ega, ya'ni eng yaxshisini degan ma'noda keltirib o'tyapmiz. Aslida bu ovqat ma'nosini bildirishini hammamiz bilamiz. So'z ikki asosiy jihatning, shakl va ma'noning birligidan tashkil topadi. So'zning shakli uning tashqi tomoni bo'lsa, ma'nosi esa ichki mazmunni belgilaydi. Bu ikki jihat o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydi. So'zning tovush tarkibi o'zgarsa, ko'pincha uning ma'nosi ham o'zgaradi, ya'ni butunlay yo'qoladi. Masalan, so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlarini biz misol uchun omonim, sinonim, antonim, paronim deb olamiz. Sinonimlar ma'nosi bir xil yoki yaqin, ya'ni shakli, yozilishi, talaffuzi turli bo'lgan so'zlar. Sinonim bir so'z turkumi doirasida yuzaga keladi. Demak, ma'nosi o'xshash so'zlar boshqa-boshqa. Masalan, katta, ulkan, yirik, chiroyli, go'zal, ko'rkli, tez, chaqqon, shiddatli, do'st, o'rtoq, hamroh hamda shu kabi misollar. Omonimlar talaffuzi va yozilishi bir xil, lekin ma'nosi har xil bo'lgan so'zlarni biz omonim deb olamiz. Ya'ni shakli bir xil, ma'nosi boshqa-boshqa. Masalan, oy, osmon jismi, oy 30 kunlik vaqt. Ot, hayvon, ot ism, ya'ni insonga qo'yiladigan ism. Olma, meva, olma esa buyruq shaklida kelayotganlik, ya'ni olmaslik ma'nosida. Paronimlar talaffuzi yoki yozilishi o'xshash, lekin ma'nosi boshqa bo'lgan so'zlar. So'zlar adashib ketishi mumkin, lekin bir xil emas. Masalan, afzal, afzal. Afzal demak yaxshi, qulay, afzal esa ustun, yaxshiroq misolida kelishini ko'ramiz. Antonimlarda demak ma'nosi bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan so'zlar. Katta, kichik, yaxshi, yomon, achchiq, shirin misolida keladi. So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari, demak omonim, sinonim, antonim, paronimlarni ko'rib o'tdik. Demak, bir ma'noli so'zlar, faqat bitta lug'aviy ma'noga ega bo'lgan so'zlar bir ma'noli, ya'ni bir boshqa ma'noda ishlatilmaydi. Aniq tushunchani bildiradi. Masalan, kvadrat 4 tomoni teng geometrik shakl. O'qituvchi, ta'lim beruvchi, kitob o'qish uchun mo'ljallangan vosita. Ko'p ma'noli so'zlar esa bir so'zning bir nechta bog'liq ma'noga ega bo'lishi, ya'ni kontekstda bir necha xil ma'noda kelishini ko'rishimiz mumkin. Asosiy ma'no asosida ko'chma yoki kengaygan ma'nolar paydo bo'ladi. Masalan, bosh bu insonning tana a'zosi, bosh rahbar, ya'ni maktabda bosh shifokor bo'lishi mumkin, maktabda rahbar bo'lishi mumkin. Ya'ni bosh bu boshlanishi, ya'ni bosh sahifa deymiz, ya'ni o'sha narsaning boshlanish jarayoni. Keyingisi qo'l. Bu birinchi qo'lni bilamiz hammamiz, tana a'zosi. Qo'l bu ishchi kuchi, ya'ni qo'l kerak menga deymiz. Yoki bo'lmasa qo'l tomondor, ya'ni uning qo'li kerak, ya'ni imzosi kerak misolida ham qo'llashimiz mumkin. Keyingisi, demak, biz hammamiz bilamizki, misol uchun mashqlarda, darsliklarda juda ko'p misollarni mana shu darajada ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, hurmatli talabalar, keyingi darsimiz mana shu amaliy mashg'ulotda aynan mana shu jarayonda qo'llangan mashqlarni darsliklardan topib, uni tahlil qilishni uyga vazifa sifatida qabul qilasiz. Keyingi darsda aynan shu jarayonni davom ettiramiz. Xayr, salomat bo'ling.